Эйба, кого будем пригласить на Новый год? А на Новый год никто не придет, буду я один, всюду карантин, Дед Мороз лежит, у него ковид. Алло, Anastasiya, привет. Qalaysan? Gaplashaman uyingdagilar bilan. Ruscha gaplashish kerak. 7 yil repetitorga borganman rus tiliga. Gaplashaveraman ruscha. Chotki gaplashaman ruschani men. Jonim, gaplashaveraman. Брат, Hozir 1 minut. Время подскажи, пожалуйста. Shu paytam so'raysanmi? O'lib ketgur. Время скажи, пожалуйста. 16:34. Спасибо, спасибо. Безумно можно быть первым. Yo'lovchilarning turlari. Assalomu alaykum aka. Va alaykum assalom. Qayerqa ekan ukam? Telefonga aka. Qayerda edi u? Assalomu alaykum aka, ippadromga. Va alaykum assalom. Ukam ippadromga narigi tomondan to'xtatasan. Ha. Bu yoqdan aka? Assalomu alaykum aka. Va alaykum assalom. Qayerqa ekan ukam? Beringlar aka. Nech pul berasan? 10 mingda. Ozgincha qo'sh ukam. Yo'q, aka, narimaydi. Hali kunga to'g'ri shunaqda. Ha, bo'pti, chiq. Ukam, yo'lga tashlab ketamiz, maylimi? Assalomu alaykum aka. Va alaykum assalom. Yunusobodga Nech berasiz aka? 10 ming so'm aka. 15 ming qil aka. Aka 10 ming so'm bilan har kun ketyapman. Men sal kamlik qiladi, ozgina qo'shmasan. Aka, bo'ldi, yura qoling. Bo'ldi aka 15 ming beraman, orqada ketaman. Assalomu alaykum aka, Chorsuvga. Va alaykum assalom aka, nech pul? 5000. Sal kam emasmi? Benzin narxi oshib ketdi. Olgili oshmadi, yo'q aka. Yoningda shundoq hurliq olib bo'lsa-yu, bo'ying yetmasa bir tenaka. Раз на раз, выйдешь? Раз на раз выходит только пидорас. Botoksga puli yo'q qizlar. Karneyga ishga kirib karney chalinglar. O'zi tabiiy botoks bo'lib qoladi. Gucci flip flops, fucking hit your bitch and massage. This a beat. Qarab, kunimiz zo'r o'tdi. So'ra xohlagan narsangni o'yina. Voy rostdanmi? Rostdan. Osmondagi oyoq bering. Shu har doim shunday qilasan-da. Har doim shunday qilasan. Men senga necha marta aytgan, bo'yim yetadigan narsalar so'radi. Shundan kulib boqasiz, chakamagunlar taqasiz, menga juda yoqasiz, xolamning o'g'li. Oy desa oydek yuzi, boldan ham shirin so'zi, farishtaning naq o'zi, xolamning qizi. Shundan kulib boqasiz, qora qoshingiz boqasiz, menga juda yoqasiz, xolamning o'g'li. Girl. Hakki jinnisi tomosha qilinglar. Xo'p, hozir ko'pchilikda svet problema bo'lyapti. O'shanga ozgincha internetdan izlanib, bitta narsa ko'rib qoldim, yasashga qaror qildim. Unga ja ko'p vaqt ketmadi. Mana ko'rasizlar, oddiy narsa. Ikkita svichi, mis sim kerak bo'ladi. Bunga keyin patron, bitta lampochka kerak bo'ladi, ko'rasizlar. Bu hech qanaqa zaryadga, paradga yonmaydi. Qanaqa yonayotganini ham tushunmayman, fizikani yaxshi tushunmayman. Xo'p, oddiy bitta magnitda yonadi. Ko'rasizlar? Xo'p, sinab ko'ramiz. Bismillahirrohmanirrohim. Ko'rasizlar? Vashsha maza qilman, lekin yasseli addushi gap yo'q. Ko'rasizlar? Xo'p, bu videoni qilishdan maqsad nima? Maqsad juda ham bir noshukur bo'lib ketyapmiz. U yo'q, bu yo'q qilib ertalab turib ko'zni ochganni o'zi qanaqadir bir ne'mat-da, shunisiga shukr qilib. Bir kun yashaydigan kapalak 3 yilga bo'lib to'lashga xaladinlayapti kreditni. O'rtadan mashina so'rab turish. Amerikada. Adam, bugun kechroq qaytaman, mashinani ham olib turaman, bolalar bilan o'tirishimiz bor. Bo'pti. Mayli bolam, o'zing ehtiyot qil.
O'zbekistonda shunday vaziyat bo'lsa, ada ana hamma aytganlaringizni qilib qo'ydim-da. Hozir o'shancha ana mashinani olib tursam bo'ladimi? Bir yala mo'ka ham qilib kelardim. Xudog'imni o'zimi. Yering rosa boshing gangib bor. Kechqurun bilan uxlatmaydi. Voy, sigaret chekib chiqadi. Uni ustiga yo'taladi. Yo'talsang yo'talavermang, kelsa ko'k yo'tal bo'lib pullas. Voy, sigaret cheksa chekaversin, lekin qulog'imni pipini saqmasin. Voy, odamga alam qilarkan, yarim kecha sigaret chekadi, kulini qulog'imga mana qilib to'kib o'tiradi. Voy, qulog'imga paxta tiqoladi mana o'kini, yonib ketdi paxta. Bekorga qulog'imni ochib yurganim yo'q. Qulog'imni betib olsam ham kelib qulog'imni ochib tutadi. Ana shu cho'varamasini ochib yotaman. Voy, baribir qulog'ingga paxta kultursa alam qilar ekan. Ana o'kini og'zim ochib uxlab qopman. Voy,